Assalomu alaykum. Salomatmisiz aziz kuzatuvchilarim? Salomatlik borasida yana sizlar bilan birga maslahatlarimni bo'lishda davom etaman. Siz ko'p esnaysizmi? Uyqungiz kelganda og'zingizni ochib deb esnaydi-ku insonlar. Og'zingizni ochib esnaysizmi ko'p? Buni sababi nima bilasizmi? Organizmga kislorod yetishmasligi. Buni ayni sababini bilasizmi? Ayniqsa yoshlarimizga aytmoqchiman. Ko'p esnashimizning sababi bor. Qon tomirlarimizda qon yaxshi aylanmayotganidan tanamizda, boshimizga, yuragimizga kislorod yetmaganidan. Biz ko'p esnaymiz. O'shaning sababi qon tomirlarimizda muammo borligidan. Qon tomirlarimiz to'lib qolgan, oqmayapti. To'siqlar bor qon tomirlarimizda. Ya'ni qon tomirlarimiz ifloslangani, ko'p energetiklarni ichamiz. Yoshlarga demoqchiman. Yoshlarga, yosh yigit qizlarga aytmoqchiman. Energetik keyin sigaret chekasiz. O'shanda qon tomirlaringiz ifloslanishi boshlaydi. O'sha qon tomirlarimiz ifloslangandan keyin yuragimizga, boshimizga kislorod yetmaydi. Natijada qon tomirlarimizni tozalashga to'g'ri keladi. Masalan, olov yoqqanda turbalar qurimga to'ladi-ku, o'sha turbalar qurimga to'lganday to'lib yotadi. Qon tomirimiz unda qon qanday oqsin? Qanday tanaga aylanib oqsin? Qanchalik tanaga qon yaxshi aylansa, biz sog'lom bo'lamiz, yaxshi nafas olamiz, yuragimiz yaxshi ishlaydi. Qon tomirlarimiz to'lgan bo'lgandan keyin yuragimiz qanday yaxshi ishlasin? Yurakda sanchiq, yurakda og'riqlar, nafas qisishlari, oqshomlari uxlaganingizda nafas bormasligi, boshingiz og'rishi, boshingizda og'ir bo'lishi, o'sha hammasi qon tomirlaringizni iflos bo'lganidan. Qon tomirlarimizni yuvish ozroq mushkulroq. Uni qanaqa qilib yuvamiz? Qon tomirlarimiz uchun foydali bo'lgan birinchi o'rinda suvni yaxshilab ichishimiz kerak. Tanaga suvni yaxshilab yetkazib berishimiz kerak. Qancha toza suv bo'lishi kerak. Toza suv bo'lsa, o'sha qon tomirlarimizda oqmay qolgan, to'xtab qolgan zapor nima bo'ladi? Tromb bo'lib qolgan tomirlarimizni oz bo'lsa ham ochib beradi. Ya'ni qonimizni suyuqlashtirib, tanada qon yaxshi aylanishini ta'minlab beradi. Azizlarim, bu bilan nima demoqchiman? Men demoqchimanki, mana shu energetiklarni ko'p ichganimiz sababli eng birinchi o'rinda hozir juda ham ko'p bunaqa kasallik ko'p. Juda ham ko'p esnayman. Buni sababi nima deganda sizlarga mana shu sababi, mana shu energetikni ko'p ichganingizdan, kola, fanta va hokazo. O'sha gazli ichimliklarni ko'p ichgandan qon ifloslanadi. Ya'ni ifloslandi degani bizning filtr organlarimiz yaxshi qon nimasidan suzgi vazifasini bajaradi-da, filtrlarimiz bu bizni yuragimiz bilan jigarimiz. O'sha filtrlarimiz yaxshi ishlamaganidan keyin qonga nimalarni o'tkazib yuboradi, patos nimalarini, zaharli moddalarni o'tkazib yuboradi. Shuni hisobiga keyin sizning qon tomirlaringiz ifloslanadi. Qon tomirlar ifloslandi degani, bilasizmi, yuragimizga xavfli. Insult, infarktni olib kelishi ehtimoli bor, darvozasini oldiga kelib qoldi degani bu. Shuning uchun azizlarim, ovqatlanish rejimimizga mana shu energetik kola, fantalarni ham kamroq ichib, ayniqsa yoshlarimizga demoqchimanki, kamroq iching o'zingizni sog'lig'ingiz uchun. Biz bot takrorlaymiz. Internet sahifalarida ham juda ko'p bor. Kola, fantani ichish zararli. Iching, o'z me'yorida ichish kerak, juda ko'p emas. Energetikni ichgan, ko'p ichgan yigit qizlarimizda qon nima bo'lgandan keyin allergiyalar ham kelib chiqadi. O'shandan allergiyalar, har xil toshmalar kelib chiqadi. Buni sababi ham mana shu ko'p allergiyasi ko'p kasallarimizdan, bemorlarimizdan so'rasak, allergiya ko'p bo'ladigan murojaat qilganda energetikni ko'p ichgansizmi desak, albatta ko'p ichganman deydi. Shuning uchun azizlarim,
Salomatligingizga e'tibor bering. Sizlar bilan yana uchrashguncha salomatlik sohasida, salomatlik borasida maslahatlarim kerak bo'lsa, marhamat, siz bemalol bog'lanishingiz mumkin. Sizga bepul konsultatsiyalarim sizlar uchun. Albatta bog'laning. Salomatligingizni o'zingizni qo'lingizda, sog'lom bo'lish. Sog'lig'imiz boyligimiz bizda. Albatta bog'laning. Siz bilan yana uchrashguncha xayr deb qolaman. Salomatligingizga e'tibor bering, azizlarim. Salomat bo'ling.